To'y qachon degan savolni hech kimga bermang, chunki bu sizning befarosat ekanligingizni bildiradi. Sababi o'sha insonning o'zi ham xohlaydi to'yi bo'lishini, lekin hatto o'zi ham bilmaydi. Buni faqat Alloh biladi. To'ydan keyin yangilik bormi degan savolni ham bermang, chunki bu uyatsizlik, tarbiyasizlik hisoblanadi. Sababi bu xuddi ikkita insonni jinsiy aloqa qilayotgan paytda poylab tomosha qilib turishdek gap. Svetoforga kelib to'xtaganingizda qo'shni mashinalarning saloniga mo'ralamang, chunki ichida ayollar bo'lishi mumkin. Agarda kimdir bitta rasmni ko'rish uchun telefonini berib tursa, faqat o'sha rasmni ko'rib bo'lib qaytarib bering. Keyingi rasmlarga o'tmang, chunki bu uning shaxsiy hududi hisoblanadi. Qo'shningizning Wi-Fi parolsiz bo'lsa, tekin ekan deb ulanib olmang, chunki bu o'g'irlik bilan barobar. Agarda kimdir elektron to'lovni qaytarishingizni so'rayotgan bo'lsa, komissiyasi bilan qo'shib qaytarib bering. Kassada turganingizda hech qachon mijozingizning parolini so'ramang, chunki karta paroli bu maxfiy narsa, buni o'zi terish kerak. O'zingizdan kichikdan bo'lsa ham begona odamni sansiramang, chunki sen ham, siz ham uchta tovushdan iborat va bitta og'izdan chiqadi. Ayniqsa u mijozingiz bo'lsa va siz xizmat vazifangizni ado etayotgan xodim bo'lsangiz, tilingizga diqqatli bo'ling. Va nihoyat oxirgisi, jamoat transportlarida agarda ro'parangizdagi inson vijdonan sizga joy bo'shatib bermasa, yoshingizni pesh qilib, jiddiy sabab bo'lmasa joy talab qilib janjal qilmang. Balki u inson kasaldir, balkim davolanishda yurgan inson bo'lishi mumkin. Hattoki tengdoshingiz bo'lishi ham mumkin. Shunchaki uning ko'rinishi yosh, sizniki esa kattaroq ko'rinishga ega bo'lishi ham mumkin. Qaysi gapim noto'g'ri bo'ldi? Izohlarda yozing va albatta menga obuna bo'lishni unutmang. Har doimgidek to'liq ma'lumotni storiesga joyladim. Salomat bo'ling.